Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan muxlislarimiz, barchalaringga alangalik salom. Musofirda yurgan do'stlar, barchalaringga salom. Do'stlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Musofirda yurgan do'stlarimiz, bizni shunchalik kuzatib boryapsizlar. Barchalaringga kattakon rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun, ayniqsa do'stlar, podeshkada bo'lib. Do'stlar, bugun 9-aprel 2025-yil 9-aprel kungi holat. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Nayma mahallasida, ya'ni hovlimizda qilib borayotgan obzorimiz do'stlar. Yaqindagina avval kuni yomg'irdan oldin hovlimizni haydatib polni bachka sepib qo'ydik. Ya'ni bizda bachka deymiz endi. Ko'p joyda hashay deb aytadi. Endi toshkentliklar ayniqsa hashay deydi. Bachka deganimiz ya'ni bir qora donli supurgiga o'xshagan narsa, ya'ni bosh chiqargandan keyin qora donli supurgi deyiladi. Ya'ni mollar, qo'ylar uchun shu ekilgandan to kuzgacha davr chiqadi. 2 marta, 3 marta o'rib olsa bo'ladi. 2-3 martalab, ya'ni yaqinda sepib qo'ydik do'stlar, haydatib, sirazi sepib, qaytadan ustidan yana bir marta o'sha kultivator deymiz, kichkina hozirgi chiqqan traktorchalar, ya'ni bizning xonadonimizga kira olmaydi katta traktor. O'shanda ekilgan bu hovlilar.